Assalomu alaykum azizlarim, yaxshimisizlar? Hammalaringiz sog'lommisizlar? Sog'lik salomatlikda, tinchlik xotirjamlikda mana yana sizlar bilan diydorlashdik. Azizlarim, bir kun ko'rinmadim, roliklar ola olmadim. Bir hafta bo'pti rolik olmaganimga. Chunki juda ham qattiq shamolladim. Yozda kuni juda ham yomon grip ketishi qiyin bo'lar ekan. Grip deydi, ovozlarim bo'g'ilib qoldi. Mana hali ham bor. Xudo xohlasa sekin-sekin yaxshi bo'lyapti. Davoshlarim yaxshi bo'g'ilib qoldi-da, juda ham yomon bo'g'ilib qoldi. Shuning uchun rolik ola olmadim. Bugun Xudo xohlasa manaki bozorga bordim. Bugungi sanamiz 2025-yil 25-may sanasi. Dam olish kuni. Bizda bozor bo'ladi. Bozorga chiqdim bugun. Bozorga borib manaki ro'zg'orga kerakli barcha nimalarni, kerak narsalarni olib keldim. Hozir sizlarga shuni bir boshdan qilgan bozorligimda obzor qilgim keldi. Qovun oldim manaki. Qovunlar hozir juda ham zo'r nima bo'pti, juda ham ko'p ekan. O'tgan hafta bitta olgan edim. Shu hafta sal arzonroq bo'pti. O'tgan hafta kilosi 15 mingdan edi. Shu hafta kilosi 10 mingdan ekan. Bir emas ikkita oldim. 30 mingga oldim mana shu ikkalasini. 15 mingdan 30 mingga oldim. Keyin mana bunaqangi buxonkali kesilgan nimalarni nonidan oldim. Ovozimga ahamiyat bermaysizlar, ovozim juda yomon bo'g'ilgan. Yaxshi bo'lgani hali ham bu. Buni City Marketdan oldim. Narxini bilmayman, obshe chek chiqarib bergan. Hozir chekka qaraymiz. Qanchaga olibman. Qora non deb yozib qo'yibdi buni. Ko'rsatib deb qo'ydi, lekin qora non emas. 9 ming ekan. Mana shu. Serish taqlaymiz buni. Keyin bozordan suzma oldim. Chakka ya'ni. Kilosini 18 mingdan oldim. Go'ja oldim, mana pishirilganidan ozroq oldim. Pishirilmaganidan ham oldim go'jani. Bu pishirilganini hozir bugun taxlayman. Pishirilganda kilosi 8 ming ekan. Men 5 minglik oldim. Juda ham ajoyib, meniki shunda ham bir qaynatib, buni keyin chak solib nima qilamiz. Juda ham ta'mlari zo'r bo'ladi bu. Pishmagani. Pishmaganini kilosini 14 ming dedi. Yarim kilo 7 minglik oldim. Limon oldim. Xo'jayinim limon olib kelgan degan edilar, o'zlari ishga ketgan. Kilosi 55 ming ekan limonni. Mana shu 4 donasi 27 ming bo'ldi. 25 mingga berdilar. Mana shu 4 donasi 27 ming bo'ldi, 25 mingga berdilar. Navot oldim. Navot kilosi esimdan chiqdi azizlarim. 1 kilo navot oldim. Necha pulga olganim esimdan chiqdi hozir. Keyin bunaqa suyuq sovun oldim. Maxibtikidan mayonez oldim. Ikki guruch. Bu lazır 4 kilo.
kilo oddiy 10 minglik guruch. Lekin bu ham judayam nima ekan, sutli ovqatlarga, sutli chakli ovqatlarga judayam yaxshi. Shunga buni kilosini 10 mingdan oldim. Lazerni kilosini 20 ming. Mana bu ham donalari katta. Buni kilosini 10 mingdan oldim. 4 kilo oldim. Lazerni kilosini 20 ming. Sizlarda narxlar qanday? Bizda mana shunaqa manaki lazer. Judayam chiroyli lazer. Qarang, bironta sanog'i yo'q. Doimiy oladigan o'zi guruchimiz bor. Yilda boshida har doim olib qo'yamiz guruchda. Hozir o'sha olib qo'ygan guruchlarimiz qolmadi. Endi bugun bozordan olib keldim. Yana xudo xohlasa xo'jayinim borib yana olib kelib qo'yadilar. 20 kilo, 30 kilo qilib olib kelib qo'yadilar. Tak, yana bodring oldim. Bodring kilosi 5 ming ekan. O'tgan haftada 4 kilosini 10 mingga olgan edim. Bu hafta kilosi 5 ming ekan. Shu hafta ko'tarilibdi bodringlar narxi. Kilosi 5 ming ekan. 2 kilo oldim. Keyin sariq sabzi oldim. Kilosi 10 ming ekan sariq sabzi. Qizil yangi sabzi olgim kelmadi oshga. Bu safar yangi sabzidan osh qildim. Hali pishmaganligi uchun unaqa bilmasam menga yoqmadi, juda ham qip-qizil sabzi. Shuning uchun oshga sariq sabzi oldim. Sariq sabzini oldim. Qizlarimga zagolka, rizin shunaqa nimalar oldim. Juda ham ajoyib chiroyli. Katta qizimga bantik. Kichkina qizchamga mana. Buni 45 mingga oldim. Bunisini manaki 8 mingga oldim. Rezinchalar, har xilcha rezincha. Mana ichida mana bunaqa nimachalari ham bor ekan. Juda ham koreyskiy, zo'r ekan. Sochiga taqishga. Bunaqangi nimachadan oldim. Bu 7 ming ekan. Bunaqa nimachadan oldim. Sochlarini yig'ishtirib yurishiga. Bunaqa rezindan 2 ta oldim. Manaki juda ham chiroyli ekan. 15 ming ekan mana 2 donasi. Kichkina qizimga mana bunaqangi bantikchali rezinchadan oldim. Mana shu 2 tasi 10 ming ekan. Tak, bunaqangi nimacha oldim. 7 ming ekan bu ham. Keyin kichkina qizimga sumkacha degan edi. Mana shunaqangi sumkacha oldim. Ichiga. Mana bunaqasini ham oldim. Maniki qaranglar. Juda ham chiroyli mana. Sumkachasiga taqib qo'yadi mana bunaqa qilib. Mana. Chiroylimi? O'zimga shunaqa yoqdi. Mana bu yerga ildirib qo'yamiz. Buni 15 ming ekan, bu 45 ming ekan. Shundayda bu bonusga berdi buni. Mana shuni. Shu narsalarni olganimga buni bonusga berdi. Zo'r. Yana nima oldim? Sochimga kraska oldim mana bunaqangi. Bo'yashga, kraska qilishga.
Bu 65 ming ekan. Buni 1-2 marta bo'yayman men. Faqat ildizini bo'yayman. Kraska qilish uchun. Juda yaxshi kraska. Mana bunaqangi kiyimlarni nimasiga qo'yadigan. Nimacha 5 ming. Mana bunaqangi pudradan oldim o'zimga. Gariski. Buni narxi 150 ming ekan. 130 ming qilib berdilar. Hozir ichini ochib ko'rsataman. Ikkitalik ekan. Judayam yaxshi deb maqtadi. Har doim o'sha magazindan olaman kerakli parfyumeriyalarni maqtagani uchun oldim o'zimga. Buni hamma biladi. Hammomga, qo'pga. Bu 15 ming ekan. Chiroyli ekan. Bunaqangi tashlab oldim. Xabalig ekan. Shunday mazza nimalarga chiqqanda kiyishga katta o'g'limga oldim. Buni 20 mingga oldim buni. Hamma joyi xibir. Yaxshigina mazza qilib yozdi kuni mana issiq o'tmasligi uchun kiyib yuradi mazza qilib. Bunaqa shunday pastadan oldim. Colgate. Bunaqasidan oldim yilligidan, bunaqaligidan oldim. Bunisi 19 ming ekan. Bu 20 ming ekan. Mana bunaqangi Rexonadan oldim. Bu shunaqa zo'r Rexona. Reklama emas azizlarim, lekin haqiqatan oldin ham ishlatganman bundan. Juda ham zo'r. Terlatmaydi. Shunaqa effekti zo'r buni. 150 ming dedi, 140 ga berdilar. Juda ham zo'r. Ichida lekin kam bo'lsa ham, lekin bir marta ishlatganingizda bir haftagacha quruq turadi-da, terlatmaydi. Shunaqa zo'r. Bundan bir 2-3 marta olib ishlatganman. Juda ham zo'r. O'zimga bunaqangi maska oldim yuzimga. Buni pachkasida 10 ta bo'lar ekan, 35 mingga oldi buni. Bunaqangi chaqaloqchalik makiyajdan makaron oldim. Ovqatlarga solishga, bolalarga havas bilan maza qilib yeydi. Bunaqaligidan oldim. Keyin mana makiyajda juda ham yaxshi, izilmaydi, shunaqa zo'r bo'ladi. Makaronlari, lag'monlar, pastalari mana bunaqangi pastadan oldim. 2 ta. Shu narsalar buni bitta bog'cha bolamizni onajonisi bozorda sotadi. Baraka topsin. Manaki 2 pachka. Buni nimasidan berib yubordi. G'ilvindini qotirmasidan 2 pachka. Nasib bo'lsa, Xudo xohlasa bolajonlarga qilib beraman. Baraka topsin.
topganiga baraka bersin. O'ymay bervordilar, olmayman desam ham bolajonlarimizga qilib berasiz, baraka toping, shunaqa chiroyli qarayapsiz bolajonlarimizga deb. Men bunaqangi satin oldim. Bir 4 ta ko'rpachamga qilaman buni. Keyin bunaqangi oddiy chitli dasturxon oldim. Buni nonlarga ishlatishga. Zamoklari bilan birga oldim. Buni chivarga beraman. Ko'rpacha qildirdim azizlarim, yana 8 ta. Shunaqa chiroyli qilib berdi, baraka topsin. Hozir yana bir 4 ta kichkina ko'rpacham bor edi. Mana supani oldida o'tirganda to'shashga o'shani yuziga qoplama qilaman. Mana bunaqangi kilonka oldim. O'zimga shunaqa yoqdi. Tashqaridagi stol ustiga to'shashga. Buni metrini 20 nech pul dedi. 2,5 metrini 65 mingga oldim azizlarim. 2,5 metrini. Mana shu kilyonkani. Zaten men bunaqangi ko'ksurtdan oldim. Shunaqa zo'r bir mazza qilib yeysiz. Buni kilosini 8 mingdan oldim. Pomidor oldim. Bunaqangi qizil pomidor. Kilosi 11 mingdan oldim buni. Rozoviy pomidorni kilosini 10 mingdan oldim. Qizil pomidor qimmatroq ekan, bilmadim. Men olgan joyda shunaqami? Mana rozoviysidan oldim. Ezilibdi. Mana. Rozoviy bo'shda, mana qarang, ezilibdi. Rozoviy pomidorni 10 mingdan, buni 11 mingdan oldim. İki paket pomidor oldim. Mana bunaqangi shirin olmadan oldim. Ta'mi shunaqa shirin ekan. 2 kilo oldim bundan. Tavoqcha uzatdi qizim. Mana bunaqangi shirin olma. Mana o'zi shirinlikdan urilganidan qorayib qopti. Chiroyli edi. Bozordan kelganimcha mana. Mana shunaqangi shirin olmadan 2 kilo oldim. Yana nima oldim? Bu yerda qog'oz salfetka bor, adashmasam, yana nima bor ekan? Mana bunaqangi qog'oz salfetkadan oldim. Oshxonaga ishlatishga nimada qolmagani shuni solib qo'yamiz. Ishiga mana shunaqa qilib solib qo'yamiz. Mana bunaqangi strechni kattasidan oldim. Ular narxlari hozir chekida yozilgan. Bunaqangi ketchup oldim. Buni ta'mi shunaqa zo'r, juda ham ajoyib.
bozorda ko'chirib keldim desam ham bo'ladi azizlarim. Men ko'p narsa oldim. Quruq sut oldim. Mana ki. Buni kilosi 44 mingdan 2 kilo oldim. Keyin bunaqangi qo'ydim. Sarliklardan oldim. Bolalarimni ishlatishiga. Qanchasidan. Bu 10 ming ekan, bu 13 ming ekan. Bittasiga mana bunaqa kichkinasidan berdi. Keyin tuxum oldim. Bir kilo ekan maniki katta tuxumni. Donasi 1000 so'mdan ekan tuxumni. Katta tuxum. Qolmadi mana shu narsalarni oldim bugun. Bu safitkani 16 mingga olibman. Azizlarim, mana shu ikkitaliga 16 ming ekan. Mayonez 30 ming, 31 ming. Keyin yana nima? Non 9 mingga olganman. Chekiga qarab aytyapman, mana bu non 9 ming. Qimmat juda. Uzumli pastani ko'rsatdim-ku. Mana bunisini 19 ming. Bunisini 27 ming ekan. Mana 27 ming ekan bunisi. Tak. Ketchup 13 ming ekan bu. 13.900 so'm. Ya'ni 14 ming degani. Buni 16 mingga oldim azizlarim. Suyuq savun. Makaronni aytdim. 14 mingdan ikkita oldim. 28 ming bo'libdi. So'qoy maloko, quruq sut 44 ming so'mdan 88 ming bo'lgan, 2 kilo. Makezdagi spagettisi 16 ming so'm. Undan ikkita oldim. Yo'q, 16 ming bo'libdi. 8 ming so'mdan 16 ming bo'libdi ikkitasi azizlarim. Adashdim. Reshta oldim. 28 mingga paket qo'shilibdi 500 so'm. Jami to'g'ri bu nimaniki? Citydan olgan. Mana shu aytgan narsalarim 308 ming bo'libdi. Shu bugungi qilgan bozorligim. Mana shu narsalarni olib keldim bugun bozordan. Tarvuz ham olgan edim. Tarvuz mashinada turibdi. Mashinada ketib qoldi. Katta tarvuz oldim. Tarvuzni 40 mingga oldim azizlarim. 46 ming chiqdi o'zi. O'lchab sotyapti ekan. Kilosini necha pul dedi? 46 ming chiqdi, 40 mingga berdi tarvuzni. Bugungi qilgan bozorligim mana shular. Magazindan ham savdo qildim, City Marketdan ham savdo qildim, bozorda ichidan ham savdo qildim. Hamma joydan kirib, ko'rib, bemalol bugun aylanib, o'zim xohlaganday bozorlik qildim. Hammalaringizga sog'lik, salomatlik tilayman. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Albatta ketgan vaqtlaringizga rozi bo'lingizlar. Roliklarim yoqayotgan bo'lsa kanalimga obuna bo'lib, like bosib, kommentariyada chiroyli izohlaringizni kutaman azizlarim. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar.